Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Katenniy vokzalidan gapiramiz. Aziz vatandoshlar, Moskvadan O'zbekistonga sifatli komfort avtobusimiz birozdan so'ng jo'nab ketadi. Hamyurtlarimiz o'z biletlari bilan mana birin-ketin kelishmoqda. Mestalarini egallab O'zbekistonga qarab jo'nab ketishadi. Aziz vatandoshlar, ekrandagi nomerlarga bog'lanib murojaat qilsanglar bo'laveradi. Avtobusimiz idealniy, go'zal holatda avtobusimizning ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Aziz vatandoshlar, hamyurtlarimiz o'z biletlari bilan mana xudo xolasa joylarda. Aziz vatandoshlar, bemalol murojaat qilib bog'lansanglar bo'laveradi. Dokumenti yo'q aka-ukalar ham murojaat qilsanglar, voditellarimiz yordam berib olib ketadi. Yuk masalasiga keladigan bo'lsak, 50-60 kilogacha yuk olsanglar bo'laveradi. Akalar, yaxshimisizlar? Biletlar bilan o'tirib ketyapsizlarmi? Haqqoniy vokzalda o'zidan ketyapsizlar. Hammasi yaxshimi akalar? Xullas akalar, boshqa joyga borib aldanib qolayotgan aka-ukalar bo'layapti-da. Shuning uchun shu videolarni qo'yapmiz, ko'rishsa manfaatli bo'ladi, aldanib qolishmasin degan maqsadda qo'yapmiz. Mana vokzaldan biletlarini olib ketsa bo'laveradi. Ekrandagi nomerlarga bog'lanib murojaat qilsanglar bo'laveradi. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Xudo xolasa birozdan so'ng Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.